Qishloqqa kelin bo'lganingdan keyin nimalar bo'ladi? Xo'rozdan oldin uyg'onib, xotinini tuxumini o'g'irlab qochasan. Kelin poshim mana, sigirlarni sog'ing jon qizim. Men oyim sigir sog' uchun tug'maganlar. Oyjon, yumshoqqina ekan, tepmaydimi bu? Birinchi kunlar sal qiyinroq o'tadi. Non yopasan, tappi yopasan, yer chopasan, suv tashiysan, supurasan, kirlarni yuvasan. Keyingi kunlarda ham dam yo'q. Shu ishlarni davom ettirasan. Kamida umring oxirigacha. Sani chiroying endi kuchukka ham, mushukka ham qiziqmas. Shuning uchun oynaga qarama. Undan ko'ra molga qara, tovuqqa qara, qo'yga qara, eringga qara, oyjoningga qara, yiqilib tushmaslik uchun yerga qara. Havla, shuncha suvvol bo'ldi. Umiddagi shotga svet qo'yili, kechqurun tualetga chiqishga qo'rqyapman. Unda kunduzi chiq. Mashxatini shunday jaqmaydi, doim chachini jazib asabini tiyib menimga chiqadi. Nima deyaptilar? Maqtayaptilar, keyingi safarlarda tushunasiz.